Avtomobilingiz Tracker Onyx Tahomi, ya'ni unda shtatli monitori bor avtomobil, ya'ni u Android emas. Demak, video siz uchun. Hozir men sizlarga Autek brendidan C200 CarPlay'ni hozir to'liq obzor qilib beraman. Yon tarafida ko'rishingiz mumkin Android 14 bo'ladi bunda, yangi partiyasida va operativ pamiyatlari 8 ga 128 bo'ladi. 5 ga 1 amper Xitoyga. Mana bu yerda o'zi anaqasi bor. Originalligini isbotlaydigan QR kodi bor. Ochamiz. Ochganimizdan keyin birinchi chiqadigan narsa ichida kitobchasi chiqadi. Kitobchasi chiqqandan keyin tagida CarPlay bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Autek va e'tibor berishingiz kerak, mana bu yerda alyuminiy orqasida korpus bo'ladi. Bu issiq kunlarda sovutib turish uchun, охлаждение uchun kerak bo'ladi. Type-C pitaniya bo'ladi va fleshga sim karta o'qiydi bu. Yoni poker bilan jihozlangan. Pastki tarafida Type-C sim chiqadi, ikki tarafi va undan tashqari bitta tarafi Type-C, bittasi USB. Ko'rishingiz mumkin. Va mana bu yerda yana bitta yangilik, bunda boshqa CarPlay'larda bunday narsa chiqmaydi. O'zi mana bu yerda deylik pitaniyasi bor. Mana bu yerda CarPlay, mana bu yerda monitor. Uzunroq qilib jihozlasangiz ham bo'ladi. Mana shunaqa yangicha sim chiqqan, mana ko'rishingiz mumkin. Orqa tarafga ham USB, oldi ham USB, uchi ham USB bo'ladi. Bunda 8 GB tezkor va 1.8 GB ichki xotiraga ega. Avtomobil uchun juda ko'p xotira. Unda Qualcomm protsessor, 2.4 va 5 GHz chastotali Wi-Fi, Bluetooth va sim karta qo'yish imkoniyati bor. Hop, bu CarPlay'imizdan gapirib tushuntirib berdim. Hozir buni amalda ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkin. Mana CarPlay'imizdan o'zi, mana Autek sim kartani tiqib qo'yganmiz. Mana bu 8 ga 1.8 yozilgan bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, CarPlay'imiz yo'q holatda, mana shunaqa holatda bo'ladi. Mana bu yerda приложение bo'ladi. Bulutga xohlagan приложение yozib, misol uchun kontrakam, navigator yoki shunga o'xshagan xohlagan приложение yozib, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Keyin misol uchun YouTube'ga kiramiz, YouTube'ga internet tezligini ham ko'ramiz, juda ham yaxshi ishlayapti. Qotmasdan dona-dona ishlayapti. Kattalashtirib, misol uchun mana bu yerdan kачествоni ko'tarib qo'ysanglar ham bo'ladi. Kачествоsi bo'ladi. Kачествосini misol uchun ham bitta mana bitta 1080 qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana kачествоsi juda ham tiniq bo'ladi. Bundan tashqari bu CarPlay'imizning yaxshi tarafi, yaxshi protsessor qo'yilganiga hisobiga 30-40-50% gacha tezroq ishlaydi oddiy CarPlay'ga qaraganda. Yana undan tashqari buni 1 yil garantiyasi bor. O'shaning uchun buni bemalol qo'rqmasdan xarid qilsanglar bo'ladi, oka. Buni asosan kimlar foydalanadi? Asosan ko'pchilik bolalarini bog'chadan olib kelayotganda yo olib ketayotganda multik qo'yib, bolalarni zeriktirmasdan olib borish uchun xizmat qiladi. Ayrimlarda, misol uchun, okalarimizni taksi qilishadi. Taksi qilishayotganda Yandex yoki shunga o'xshagan qurilmadan, приложениyadan foydalanishadi. O'shanga asosan juda ham ko'p kerak bo'ladigan narsa bu. Xulosa o'rinda sizlarga buni ikkita yaxshi tarafini aytaman. Birinchi yaxshi tarafi, bunda servis sentri bor. Hech qaysi CarPlay'larda servis sentr bo'lmaydi va ikkinchi yaxshi tarafi, bunda 1 yil garantiyasi bo'ladi. O'z garantiya CarPlay Xitoy narsalariga hech kim garantiya bermaydi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.